The Dubbing. Eng so'nggi animelar. Arielning uyida mashg'ulot boshlaganimizga 3 yil bo'ldi. Juda ham lazzatli ekan. Reyner, choy damlashda usta bo'lib ketibsan-ku. Rahmat ustoz, bularning barchasiga siz sababchisiz. Mira, nima bo'ldi? Arielni uyg'otgani borgan edim, lekin u yerda faqatgina bitta xat qolibdi. Xat? Sehrgarlar shahriga ketyapman, Ariel. Nima deding? Akam yana g'oyib bo'ldi. Bo'ldi, yig'lama. Sehr shahriga ketishidan oldin qo'rsang ham unga oq yo'l tilashing kerak. Ilgari men ham shunaqa qilganman. Endi esa og'riqni his qilyapman. Reyner, sen bizni shunaqa tashlab ketma, xo'pmi? Bizga doimo g'amxo'rlik qilasan, shundaymi? Ketib qolmaysan-a? Yo'q, aslo ketib qolmayman. Bu yerda o'rganadigan narsalarim juda ko'p. Avval qizim, endi esa Ariel, hammasi ketyapti. Bizning oila shunchalik erkin. Bu erkinlik kimnigina? Xayrli tong. Mayli, sog' bo'lishsa bo'ldi-da, qolganini keyin ko'ramiz. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Ovoz beryapman, ya'ni ego. Sinfsiz qahramon. しめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は脱ぎ捨ててリンカネーション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる情熱リンカネーションを勇気にして心に翼もつけて今羽ばたけまっすぐに行こう決めた未来へArisbel, sehrgarlar shahri. Sehrgarlar shahriga yetishimizga qancha qoldi? Taxminan 2 kuncha yo'l. Ammo seni tanimay qoldim lekin. 3 yil avval Qilichlar shahrida mashhur eding, lekin keyin qishlog'ingga qaytding. Endi esa sehrgarlar shahriga yo'l olyapsan. Siz ham Sehr akademiyasiga kirmoqchimisiz? Ha, to'g'ri topding. Voy, siz bizdan ancha kattasiz-ku. Akademiyaga kirish uchun sal kech emasmi? Kayito, jim tur. Bu odam har yil imtihondan yiqilib yana urinayotgandir. Yo'q, aslida Odam o'z kamchiliklarini yengmoqchi bo'lsa, ustidan kulish yaramaydi. Voy sen, himoya qilyapsanmi yo haqorat qilyapsanmi? O'zing ham bilmaysan. Yo'q, unday emas. Kechirasizlar. Iltimos, urishmanglar endi. Jim bo'l, Kaletta. Men bu ahmoq bilan vaqtimni so'rmayman. Senga o'xshagan bola bilan urishamanmi? Nima? Hammasi sehrga bo'lib chiqishdimi? Agar shunday bo'lsa, demak ular yaqinda ne'mat olishgan. Xo'sh, senga qaysi turdagi sehr yoqadi? Meniki qizil sehr, olov bilan ishlayman. Menikini o'zim ham bilmayman. Diqqat qil, Ariel. Umuman olganda, sehrlarning turlari ko'p.
Ular 6 ta: qizil, ko'k, yashil, sariq, oq va qora. Qaysi turdagi sehrni olishing insoniyatning o'ziga bog'liq. Lekin sen boshqachasan. Shuning uchun men bilgan barcha turlarni sinab ko'ramiz. Tushunarli. Endi qaysi biridan boshlasam ekan, ha? Menda yo'q shekilli. Men-ku sinfsizman. Kayito, u hazillashyapti. Sinfsiz odam sehr imtihonini topshiradimi? Ha? Voy, bu hazil emas, mutlaqo kulgili emas-ku. Men hazillashmayapman. Mana mening ID kartam. Ha, rostdan ham bu haqiqiy ekan. Men birinchi marta sinfsiz IDni ko'ryapman. Seni aqling joyidami? Sinfsiz bo'lib sehrgarlikni o'rganmoqchimisan? Seni ahmoq deyishadi. Bu holat menga tanish. Nima bo'lyapti o'zi? Hozirgina juda baland ovoz eshitildi. Bu erkak troll ovoziga o'xshaydi. Demak, u o'rmonda bizga o'kirgan bo'lishi kerak. Troll qirol dedingmi? Ular juda kuchli-ku. Voy, tezroq qochaylik. Qochib bo'lmaydi. Otlarim hushidan ketdi. Endi nima qilamiz? Tamom, endi o'lamiz. Tinchlan, Charlotte. Qirol bo'lsa ham troll baribir trollda. Ha, to'g'ri. Ular katta, lekin juda sust harakat qiladi. Biz hujum qilsak, albatta uramiz. Birga ishlasak, balki yengarmiz ham. Bo'ldi, mayli. Ha, bu maxluqni birgalikda yengamiz. Qo'rqma, u shunchaki katta xolos. Lekin biz uni yengamiz. Menga ishon. Bu gigant-ku. Bu nima bo'la o'zi? Bo'ldi, u bilan urisha olmaymiz. Biz bunga qarshi hech narsa qila olmaymiz-ku. Yomon bo'ldi. Sehrim bunga o'tmaydi. Menda ham hol yo'q. Kayito-ku. Men urinmasdan turib taslim bo'lmayman. Manamni to'liq ishlatsam, zarracha zarar bo'lsa ham yetkizaman. Olov to'p. Hech narsa bo'lmadi-ku. Endi uni battar g'azablantirding. Voydod, manam tugab qoldi-ku. Portlash. Nima bo'lyapti? Bu nima edi o'zi? Troll birdan kulga aylandi. Biroz yengilroq urishim kerak edi. Bu toza ortiqcha zarba bo'ldi-da. Hey, Charlotte, portlash degani kuchli sehr emasmi? Ha, bu eng yuqori daraja. Bu faqat haqiqiy sehrgarlar ishlatadigan turku. Rahmat senga. Yana jonimni saqlab qolding, ustoz. Keyingi safar nima qilishingizni ko'rmoqchiman. Men endi shunchaki sarguzashtdan to'ygam. Avvalgi qo'pol so'zlarim uchun uzr so'rayman. Sizni katta ustoz deb bilmagandim. Hurmatim yetmay gapirganim uchun kechiring. Men ustoz emasman. Bo'lishi mumkin emas. Menga o'rgating ustoz, shogirdingiz bo'ling. Sizga o'xshagan kuchli sehrgar bo'lmoqchiman. Men aytyapman-ku, adashyapsan. Xohlaysanmi? Guvohnomamni ko'rsataman. Zo'r-ku, siz juda sovuqqon va karizmatik ustozsiz. Yo'q, jiddiy aytyapman. Men haqiqatan sinfsizman. Hammamiz sehr shahriga tomon yo'l oldik. Shunchaki qilich bilan urganim osonroq bo'lardi. Arspel sehr shahriga xush kelibsiz. Ustoz, ana o'sha ko'l o'rtasidagi joy. Sehr shahri Arspel.
Dadam aytgandek joylashuvi chindan ham g'alati ekan. Oldin eshitgandim. Bu ko'prikni ham sehr bilan qurishgan. Sehr shahri uchun aynan mos. Odatda o'ziga bino qo'ygan Kaito hozir itga o'xshaydi. Bu manzara rostda kimga o'xshaydi? Ariel qanchalik kuchli bo'lmasin, bunga ko'nikish qiyin. Yo'q, balki u Kaitoga sehr o'rgatgandir. Yur orqada kutamiz, nimalar bo'larkan? Odamni tushunmaslik ham yomondir. Siz qizil sehr yo'nalishida imtihon topshiryapsiz, to'g'rimi? Demak, birga bo'lamiz. Akademiya sehr turlariga qarab bo'linadimi? Albatta. Har bir sehr turi uchun yovuz so'z boyligi, grammatikasi boshqa-boshqa. Men ko'k sehr maktabidanman. Men esa yashil yo'nalishidanman. Voy, yuragim uryapti. Imtihondan yiqilma, yo'qsa qishlog'ingga qaytarishadi. Xuddi o'zingga ham shuni tilayman. Yana stress boshlandi. Faqat meni Qilich shahridagidek darrov haydamasa bo'ldi. Imtihonga kiruvchilar, arizani to'ldirib, ro'yxat stoliga topshiringlar. Ustoz, ro'yxat joyi u yerda. Tezroq yuraylik. Demak, siz Fek xotindan kelgan Ayril. Sinfingiz shunaqa, to'g'rimi? Shunday. Baribir sinfsiz deb rad qilisharmikan? Hammasi joyida, hujjatlar to'liq. Sizning imtihon raqamingiz 12. Sinfsiz bo'lishim muammo emasmi? Yo'q, sinfingdan qat'iy nazar imtihon topshirishga majbursan. Tushunarli. Bu joy Qilichlar shahridan butunlay farq qiladi. Ustoz, men tugatdim. Yuring sinov maydoniga. Ustoz, siz birinchi urinishda o'tib ketasiz, ishonchim komil. Xudo xohlasa. Olov to'pi. Bo'ldi, uddaladim. 10-raqam o'tdi. 11-raqam. Hammasi o'sha olov to'pini ishlatyapti-ku. Bunday daraja juda kulgili. Voy bu, shu yoshda allaqachon ilg'or sehrgar bo'libsan-ku. Rostdanmi? Bu shunchalik zo'rmi? Faqat haqiqiy iqtidor egasi darhol ilg'or sinfiga kiradi. Bu haqiqiy elita kursi degani. Ilg'or sinf deganlari shu bo'ladimi endi? Bunaqalar keyin qishloqqa boboy bo'lib qolishadi baribir. Ana shu qo'g'irchoqni olovim bilan yoqib yuborsam bo'ladimi? Ruxsat. Ustoz, bu bola ham ancha mag'rur, a? Sen ham ko'zguga qarab gapirma. Hammasini kuyda, portlash. Bu nima? Olov ustunimi? Sehrgarlar shunaqa qila oladimi? Yomon emas, kuchli. Lekin mening ustozimga yaqin ham emas. Men bunaqasini jim qarab turmayman. Sen demoqchisanki, ustozing mendan ham zo'r. Zo'r emas, undan ham kuchli. To'g'rimi, ustoz? Jim bo'l. Ustozing haqiqiy iqtidorni ko'rgan ekanda. Endi qaranglar, men shunchaki sehrgar emasman. Metallni ham olov bilan eritaman. U eriganga o'xshamaydi. Eritilmadimi? Ishonmayman, mening portlashim ham eritmadimi? Bu nishon Metraldan. Aniq sehr maktabi yasagan. U osonlikcha erimaydi. Metral? Oho, mag'rurliging o'zingga urda yutqazding. Agar ustozim qilganda edi. Meni bu ishga aralashtirma. Keyingisi 12-raqam. O'zinglarni bunchalik maqtadinglar. Endi nimang bor, ko'rsat. Hayron qoldiradigan narsa kutaman. Men hech narsa demaganman-ku. Albatta, ustoz eng kuchli sehrni ko'rsatadi. Men birinchi marta Metralga sehr qilyapman. Bu imkoniyat yana tushmasligi mumkin. Bor kuchimni ishlataman. Portlash.
Ha? Bu nima edi o'zi? Faqat bir soniya yonga ozgina olov chiqdi-ku. Voy, naqadar achinarli holat. Ha, rosa kulgili bo'ldi. O'ylaganimdan ham ko'proq yoqdi. Nima deding? Ustoz hech qachon xato qilmaydi. Ha, metril erib ketdimi? Zo'r-ku. U aldayapti. Oddiy portlash bilan metril erimaydi-ku. To'g'ri aytding. Aslida bu haqiqiy portlash emasdi. Unda qanday? Bu men ishlab chiqqan usul. Olovni vaqtini va kuchini siqib chiqaraman. Nima? O'zing sehr ixtiro qildingmi? Bu mantiqsiz gap-ku. Siz uddalashingizni bilardim. Men ham sizning shogirdingizga yarasha bo'laman. Qarab turing. Ha? Qayoqqa ketyapsiz? Keyingi sinov joyiga. Suv shari. Tegdi, urildi. Ha, demak o'tding. Tabriklayman. Ha, sen bu yerda nima qilyapsan? Imtihon topshirgani keldim. Ha, axir sen qizil sehr maktabiga kirgan eding-ku. Mustig'i. Voy, Madheril haykalini sindirding-ku. Xo'sh endi, yashil sehr maktabiga qarab yo'l olaman. Bilardim. Bu menga og'irlik qilardi. Kolet. Cho'chitding-ku. Aril, nima bo'ldi? Bu yerda nima qilyapsan? Imtihondan yiqildingmi? Yo'q, lekin asablarim darang. Oyog'im ham qimirlamayapti. Hali ro'yxatdan ham o'tmadi. Tushunarli. Asabiy bo'lsam, butunlay harakatsiz qolaman. Hozirgacha do'stlarim yordam berishdi, lekin Bu safar o'zing topshirasan, mustaqil. Aril, sizni hayajon bosganda qanday bardosh berasiz? Kechirasan, lekin men hali hech qachon hayajonlanmaganman. Faqat bir marta tanam harakat qilmay qolgan holat bo'lgan. O'shanda ham bir marta. Aslida bilmoqchi edim. Odam qanday qilib hayajonlanadi o'zi? Ya'ni odatda odamlar xato qilaman deb qo'rqsa, hayajonlanadi. Yana bir savol bersam bo'ladimi? Ha, albatta. Sen umringda hech xato qilganmisan? Yo'q, aksincha. Men har doim adashaman. Shuning uchun bu narsa bo'lmasin deyman. Tushunmadim to'g'risi. Men ham doim yiqilaman, lekin yashayapman-ku. Nega seni bu darajada qo'rqitadi? Nimani nazarda tutayotganingizni bilmadim. Lekin Axir bir marta xato qilish bilan hayot barbod bo'lib qolmaydi-ku. O'ylab ko'r. Bu shunchaki kirish imtihoni, seni o'ldirib qo'ymaydi. Bir daqiqa o'ldirib qo'yadimi? yo'q, albatta, yo'q. To'g'ri aytdingiz. Xato qilsam ham o'lmayman, demak yana urinaman. Xuddi shunday. Rahmat, endi bor kuchimni beraman. Shunaqa ruh kerak edi. Aytgancha. Yashil maktabdagi imtihon qanday o'tadi? Juda oddiy. Sehr bilan shamol tegirmonni aylantirsang bas. Tornado. Nima? U tegirmonni butunlay parchalab yubordi. To'xta, u metrelda emas, yog'ochdan ekan-ku. 15-raqam, tabriklaymiz, o'tdingiz. Keyingi ishtirokchi yonimga kelib tursin. Endi men undan keyin chiqishim kerakmi? Men bundan qo'rqaman. Hech kimning hayoti bitta xatodan barbod bo'lmaydi. 16-raqam tayyor. Men sariq va oq sehr maktablaridan o'tdim. Endi qora sehr maktabi qoldi. Bu joy tashlab ketilganga o'xshaydi. Bu nima ovoz? Yo'q. Hey, Giyu qani?
Kimdir mening kuyovimni ko'rdimi? U yo'qolib qoldi. Men u sandiqdan tovush chiqqanini eshitdim. Giyu, chiq u yerdan. Iltimos qilaman. Mana, onang keldi, Giyu. Bu mittigina jonzot, men yasagan kamera. Chiroyli, to'g'rimi? Yangi yuza, kim bo'ldingiz? Qora sehr maktabiga xush kelibsiz. Voy, shunaqa yomon ish qildimmi? Ayol boshim bilan boshsiz qoldim. Sen tirik o'liksanmi? Yo'q, men lataliman. Ko'rib turganingdek, go'zal ofis xodimasi. Sen shunchaki sigalaysan, qanday qaramasa ham. Aytingchi, Lataliya, qora sehr maktabining kirish imtihoni qayerda? Bu yerda hech qanday imtihon yo'q. Ha? Axir hech kim qora sehrni o'rganmoqchi bo'lmaydi-ku. Shuning uchun hamma bu yerga xush Biron bir kelibsiz. tanlov qilmasangiz bo'lmaydimi? Giyu jonim, seni sog'indim. Ha, rost aytibsiz ota. Bu yerda hammani kutib oladi. Ustoz! Nihoyat sizni topdik. Nima bo'ldi? Nega hamma bu yerda? Qizil maktabga kirdingiz, to'g'rimi? Yo'q, u ko'k maktabda. Aniq yashil maktabda o'qiydi. Sizlar nimani muhokama qilyapsiz? Siz qaysi sehr maktabini tanlagansiz? Aniq siz qizildasiz, to'g'rimi? Siz avval o'sha joyga borgan edingiz, demak qizil maktabiga bo'lasiz. Yo'q, u ko'k maktabda. U qanday qilib o'tgan nayzalarini chiqarganini ko'rmadingiz? Ha, lekin u shamol tegirmonni uchirib yubordi. Men hech birini tanlamadim. Men hammasida o'qiyman. Nima? Sehringiz qanchalik kuchli bo'lmasin, bir vaqtni o'zida hamma maktabda o'qiy olmaysiz. Aslida 6-chisi ham bor. Qizil, ko'k, yashil, sariq, oq va qora. Men hamma sehr maktablarining talabasi bo'laman. Nima? Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi. Ego Jon. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar. 果てしなく続く空その広さに決意がひるむこのままじゃ嫌なんだそう言って漕ぎ出した誓いは揺れない当たり外れで価値を決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ神様